Assalomu alaykum. Navbatdagi ishni ko'rishni boshlaymiz. Bu qotish sahnasi ekan. Tak, ko'ramiz. Yaxshi, juda ham yaxshi. Poza yaxshi qo'yilgan. Tak, katam yaxshi qo'yilibdi, otgani. Bir ikkita narsalarni to'g'rilasa yana ham yaxshiroq bo'lardi. Birinchi navbatda mana bu mana bu yerga toshga kirib ketyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, toshga kirib ketyapti. Aynan suyanayotganlik hissi yo'qolyapti-da. Aynan shu yerga tirilayotganlik hissi yo'qolyapti. O'shaning uchun iloji bo'lsa, mana shu anavni nima edi? Snayperda kontrollerini yoki boshqa kontrollermi, o'sha kontrollerini pivotini mana bu yerga qo'ygan yaxshiroqda. Mana shu yerdan turib rotation qilsangiz, bu tomonga rotation qilsangiz, bunaqasiga rotation qilsangiz, aynan shu yerga tisarilib turgan narsa paydo bo'ladi, effekt paydo bo'ladi va og'irligida yaxshi taqsimlaydi. Shunda bilinadi aynan shu yerda. Hozir menga masalan shunaqa hissiyot bo'ldi, nima deydi? Qo'lda ko'tarib turibdi-da, tushundingizmi? Snayperda qo'lda ko'tarib turibdi. Bu narsani juda ham qilish qiyin. Nima edi? Odatda buni bunaqa qo'ygichi bo'ladi, odatda snayperlarda uch qismiga. Chunki qanchalik ko'p uzoqroqda bo'lsa, tayanch nuqtasi shunchalik qimirlab ketmaydi-da, tushundingizmi? Mana bu shuning uchun mana tayanch nuqtasi uzoqroqda bo'ladi. Odatda kinolarda ham ko'rsangiz, derazalardan, narsalardan faqat ozgina uch qismi chiqib turadi xolos. Shuning uchun odatda mamnunroq bo'lish kerak-da. Yoki tosh mana bu yerda bo'lishi kerak. Mana bu yerda bo'lishi kerak-da. Ya'ni tayanch nuqtasi mana bu yerda bo'lishi kerak. Agar shu yerda qo'ysangiz ham, lekin nima deydi? Mana bu yerda kirib ketishlari bo'lmasligi kerak va mana bu obyektimizda rotationni mana bu pivotdan bo'lishi kerak. Qayerga tayanch nuqtasi qayerda bo'lsa, o'sha yerdan qilsangiz, ancha ishingiz osonlashtiradi va ishonarli va yaxshi animatsiya chiqadi. Xo'p, bu birinchisi. Tak. Hozir qora bo'lgani uchun pozalarni aniqlashi biroz qiyinroq bo'lyapti. Pozalarni aniqlash. Mana bu qo'l biroz cho'nroq qilishimiz kerak. Qo'l biroz singanroqqa o'xshab turibdi. Chunki qarang, e'tibor beradigan bo'lsak, anavni qanaqa ushlagan? Mana bunaqa qilib ushlaganga o'xshaydi-da. Bunday qilib ushlagan, bunday qilib ishlatsa qo'l sinib qoladi-da, bunaqasi. Qo'l mana bunaqa qilib ushlash kerak-da. Qarang, bunday bo'lsa, mana bunaqa qilib ushlash kerak. Hozir sizniki bunday ushlab turibdi-da, qarang. Ko'rdingizmi? Mana bunaqasiga ushlab turibdi. Qo'l mana bu yerdan sinib qoladi. Shuning uchun mana bundayroq qilib ishlash kerak. Qarang. Stol, mana bu stol qurolni mana bunaqa qilib ishlash kerak emas. Bildingizmi? Qurolni mana qirib ish kerak, mana bunaqa qilib ishlash kerak. Barmoqlar ham shunga mos bo'lib qiyshiq tushadi, mana bunaqasiga qiyshiq tushadi. Shunaqa qilsak ancha yaxshi va chiroyliroq bo'ladi. Xo'p. Hop, ikkinchi narsa, tirsak yerda tisarilmagan. Yerda aniq turish kerak, umuman qimirlamaslik kerak. Chunki bu yerda asosiy kuch, yuk ko'taruvchi mana bu. Mana buni nima deydi? Qimirlatish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun asosiy yuk, tayanch nuqtasi bo'lgan yuk ko'tarayotgan narsa qimirlamaslik kerak. Bu sizda qarang, bemalol suzib yuribdi. Shuning uchun bu yerda ishonchli chiqmayapti, aynan suyanib turganligi yerga. Bemalol ko'tarayotganga o'xshaydi. Tak, animatsiyaga keladigan bo'lsak, yuz pozamiz simmetrik. Qarang, hamma narsa simmetrik. Buni pozani nosimmetrik qilishimiz kerak. Asimmetrik qilishimiz kerak. Ya'ni, masalan, bittasini bunayroq, ikkinchisini bunayroq teparoq, buni bunaqaroq, tushundingizmi? Yoki bunisini qisqaroq, bunisini balandroq.
bittasini yumgan bo'lsa, masalan, mana bunisini yumsa, bunisi qisqaroq, bunisini bundayroq teparoqqa qilib, tushundingizmi? Qilsam yana ham yaxshiroq bo'ladi. Tak, mana bu yerda ko'zi qo'g'irchoq ko'z bo'lyapti. Qo'g'irchoq ko'z nima degani? Kalla bilan birga harakatlanyapti degani. Hozir masalan, mana bu yerda qarang, ko'z mana bunaqa yo'nalishda qarab turibdi. Mana bu yerda ko'z qarang, tepaga qarab ketdi. Tepaga qarab ketish kerak emas. Bu yerda ko'z o'sha yo'nalishda qolishi kerak. Ya'ni ko'zni pastroqqa tushirish kerak. Buning uchun mana ko'zda follow attributi bor yoki aim har xil nomlangan follow attributini o'chirib qo'yish kerak yoki aim attributini yoqib qo'yish kerak. Ishqilib, boshni burganda ko'z harakat qilmaslik kerak. Masalan, boshni masalan bursak, ko'z mana bunday joyida turishi kerak, qarang, joyida turishi kerak. Ko'z bir joyda turadi, qarab turadi, ko'rdingizmi? Sizniki hozir bunday burganda kalla bilan birga ko'z bunday qarab ketyapti tepaga. O'sha narsani tuzatsak yana ham yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda ham qarang, poza simmetrik, bir xil poza. Emotsiya bering qanaqadir. Masalan, diqqatini o'qigan ne bo'lishi mumkin yoki bir narsani ko'rib qoldimi, masalan, deb masalan bunday turuvdi deb ko'rib qoldi. O'shanaqa qilishingiz mumkin yoki bir narsani bunday turuvdi deb bir narsaga qaror qilib, mana bunday qilib keyin urishi mumkin. Sizdagi hozir bir xil pozada turibdi-da, neytral pozada. Bu narsani yo'qotish kerak. Tak. Xo'p. Blinklarni ustida ishlang. Masalan, mana bu yerda blink harakat qilyapti, blink. Pastki qovoq harakat qilmayapti. Pastki qovoq ham harakat qilish kerak. Keyin ana bo'lganda tushganda, qovoqlar tushganda, ana uni ham ozroq tortadi. Qoshda. Sizda qoshda umuman harakat yo'q. Tak. Xo'p, mana bu yerda qarang, pastga qarab yordi. Mana bu yerda qarang, to'g'riga qarab turibdi. Mana bu yerda ko'ryapsizmi? Pastga qarayapti. Tak, tak. Qarang, ikkalasini ko'ryapsizmi? Ikkalasida ikki xil tomonga qarayapti. Bu yaxshi emas. Tak. Mana bu yerda juda ham ko'p tushib ketyapti anavi. O'zi ana shakl mana bu yergachadir, qovoq. Mana masalan, mana bu yerda bo'lsa, ikkalasi ham tushishni boshlaydi, bu ko'tarilishni boshlaydi. O'rtacha 70 ga 30 bo'ladi. Masalan, mana bu yergacha ko'tariladi. Masalan, mana bu yergacha ko'tariladi, pastki qovoq, tepaga qovoq shu yergacha tushadi. Tushundingizmi? Sizda bu yerda nima bo'lyapti? Mana bu yerda mana bu o'zi tushganida 100% tushgani. Sizdagi 100% dan ham ko'proq tushib ketyapti, ko'rdingizmi? Masalan, mana bunday bo'lsa, tepa qovoq mana bunday tushib ketyapti. Bu noto'g'ri. 100% dan ham tushib ketyapti. 70% ga tushirganingiz yaxshi. Tak. Tak, qovoqlarning tushishi tezligi ham juda tez. Tezroq tushib, sekinroq chiqish kerak. Odatda men 3 ga 4 qilaman. 3 ga 4 kadrda qilaman. 7 ta kadrlik blink qilaman. Ya'ni 3 kadrda tushiraman va 4 kadrda ochaman. Oddiy uzoqdan bo'lgan kadrlarda. Agar yaqinroq kadrlar bo'lsa, yana masalan 3 kadrda yopib 4-kadr bitta kadr ushlab turaman va 4 ta kadrda ochaman. Bu yaqinroq kadrlarda. Tak. Xo'p, mana bu yerda qurol betiga kirib ketyapti. Uni bunaqa qilish kerak. Oldini oling. Qurol betiga kirib ketmasin, sochlariga kirib ketmasin. Xo'p, mana bu yerda ko'zni bunday qimirlatmagan ma'qul. Chunki kichkina joyga qarab turibdi, o'zi boshqa joyga qaraydigan narsa yo'q. Tushundingizmi? O'sha o'zida turadi-da. Tushundingizmi? O'zida turadi. O'shani o'ziga qaraydi. Uni o'rniga siz mana bu narsani o'ynatganingiz ma'qulroq. Katta kichikligini-da. Katta kichik bo'lsa, unda masalan o'sha his hayajonini yoki emotsiyani beradi bo'lsang, bir kattalashsa yoki kichkinalashsa yoki yorug'lik kirishini bildiradi. Tak, bu yerda ham xuddi shunday emotsiya neytral poza bo'lib qolgan, default pozada 100. Shunaqa, tushundingizmi? Emotsiya 0. Yani buni emotsiyani bering, yo plus tomonga yo minus tomonga, ya'ni yoki xursandroq bo'lib deb
bunday qilib berish kerak, yo bo'lmasa xafa qilib, yo bo'lmasa juda ham seryozni bir narsani o'ylagandan bunday qilib yoki uni jahli chiqqandan deb shunaqa qilib bironta emotsiyada berganingiz yaxshi. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Tak. Qarang, mana bu yergacha qovoq, sizdagi qovoq undan ham pastga tushib ketyapti. Mana qarang. Undan ham pastga tushib ketyapti. Ko'rdingizmi? Undan ham pastga tushib ketyapti. Yo'q. 70 ga 80 mi, 70 ga 30 mi yoki 80 ga 20 mi qilib olishingiz kerak. Masalan, masofa bo'lsa, masalan 80% ga tushadi, 20% ga tepadagisi ham ko'tarilishi kerak. Va yaqin kadrda olgansiz, bu anavini mana bu animatsiyani to'liq boshqatdan qilish kerak. Mana bundan ko'rsangiz bo'ladi. Tak. Blink reference. You kind of notice it moves over in by a lot, by like that much. It's like one section. It's moving that way, that direction. In it, so that it had a higher this shape, and you see how slow it is. Which is, if you want to get for that, like. Chunki sizda yaqin kadrda juda faqat mana buni o'zini tushirib qo'yish yetarli bo'lmaydi-da, daqiqroq ishlash kerak. Daqiqroq, masalan, ne tushib hamne tushish kerak-da, shakli ham даже. Tak. Faqat jag'da o'zi ishlayapti. Mana bu yoqda jag' harakat qilganda mana bu muskullarga ta'sir qiladi. Qarang. Mana bu yoqlar ta'sir qiladi. Lab usti, yon tomonlar, chunki mana bu yerda lab bitta muskuldan iborat, mana bunaqasiga o'zini muskullardan iboratda. Ular bir-biriga ta'sir qiladi. Siz hozir jag'da o'zini qilib qo'ygansiz, juda ham qo'g'irchoq jag' bo'lib qolgan. O'shandan qochish kerak. Tak. O'tganida kamera qimirlashini unchalik yoqtirmayman. Qilsangiz ham mana bu o'q otilgandan keyin ana qoling, qimirlating. O'q otilmasdan oldin emas. Tushundingizmi? O'q otilgandan keyin 1-2 kadrdan keyin. Chunki kamera qo'yilgan bo'lsa, masalan, mana shu yerga qo'yani oldiga o'q otilgandan keyin uni tovushi va zarbi yerdan kameraga borib, kamerani qimirlatadi, tushundingizmi? Unga vaqt ketadi. Tak. Qo'llar qimirlamasin. Tak. Orqaga siltashi juda ham sekin. Qani easy in easy out bilan sekin orqaga siltanyapti. Naborot tezroq bo'lish kerak. Orqaga siltashi bitta kadrda bo'lish kerak. Tushundingizmi? Bitta kadrda bo'lish kerak. Sizniki sekin bunday ketib, keyin bunday qilyapsiz-da. O'sha narsani o'rniga bitta kadrda tez qilgan yaxshiroq. Tak. Blink ham xuddi shu muammo, qarang, даже anavni mesh bir-birini ichiga kirib ham ketyapti. Tak. Va qarashi boshqa tomonga. Mana bunga qaramayapti-da. Qarang, mana bu yerda qarash boshqacha, bu yerda qarash boshqacha. Tak. Sochlari yaxshi chiqdi. Mana shular. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.